Salom treyder. Bozordagi bir doim kuzatadigan oddiy holatlardan birini yoritib o'tishga harakat qilaman, chunki buni ko'pchilik tushunmaydi va pulni yo'qotadi. Demak, bu juda muhim narsa. Bu qanaqa holat? Bu oddiy holat, lekin biz buni juda qo'rqinchli, vahimali qabul qilamiz. Bu qanaqa holat? Ketdik. Masalan, biz trend o'suvchi, korreksiya deylik, mana bu trend chizig'ini bo'yicha buzib o'tgandan keyin bayga kirdik, ya'ni sotib oldik. Oddiy holat. Trend bor, korreksiya bor, sotib olyapmiz. Trend bo'ylab hammasi to'g'ri ketyapti. Va bu yerda yana bitta trend chizig'i va bizga signal bo'lyapti sotib olishga. Bu farqi yo'q. Qanaqa strategiyadan, qanaqa usuldan foydalanyapmiz, qanaqa kirish nuqtalaridan foydalanyapmiz. Bu qopqon hamma strategiyada bor va hamma strategiyada uchrab turadi. Va ko'pchilik pulni yo'qotishga va uzoq yillar daromadga chiqmasligiga sababchi holat hisoblanadi. Bu qanaqa qopqon? Biz kirdik bu yerga, bayga, va bizga qarab yurib berdi. Birdaniga bizga qarshi yurishga qarshi yurib ketdi. Bu holatda ko'rganimizday va bu yerda razvorot hosil bo'ldi. Razvorot. Agar biz stop loss bilan ishlasak yaxshi, lekin ko'pchilik stop losssiz ishlaydi. Bu birinchi katta o'ziga qo'ygan qopqon. Keyin stop losssiz ishlaganda aytadi, "Hop, mana bu qaytib ketadi hozir, chunki trend o'suvchi." Bu yolg'on signal bo'ldi. Aslida qarasak, trend razvorot bo'ldi va bu qaytib kelmadi. Shuning uchun do'stlar, mana bu holatlar yolg'on qopqonlar, yolg'on signallar hamma strategiyada, hamma tizimda uchrab turadi. 100% aytaman, bunaqa xatoliklar yoki qopqonlar uchramaydigan sistema, strategiya yo'q. Shuning uchun xulosa qilib aytaman, doim biz riskimizni boshqarishimiz kerak, ya'ni chegaralashimiz kerak. Riskni boshqarish bu ma'lum bir sizni kapitalingiz bo'lsa, qancha siz yo'qotishga tayyorsiz? Balkim $100 qo'yib hammasini yo'qotishga tayyorman deyishingiz mumkin, lekin mana bunaqa holatlarni inobatga olgan holda bu pul, mana bu $100 ham bitta zelkada emas, uni bo'lib ishlatish, bo'lib bitimga kirish, bu to'g'ri hisoblanadi. Bu foydali hisoblanadi. Chunki mana bunaqa ko'rinmagan, siz ko'rmagan favqulodda vaziyatlar bo'lib turadi. Shuning uchun riskni boshqarish, ya'ni kapitalni ma'lum bir qismidan foydalanish, bu juda muhim hisoblanadi. Buni oldin ham eshitgansiz. Juda ko'plar aytishadi, lekin ko'pchilik anglamaydi. Shuning uchun men bir o'zgacha formatda shuni tushuntirib o'tishga harakat qilyapman. Shunga tayyor bo'lish kerak. Ya'ni favqulodda vaziyatlarda buni qanchalik, riskni boshqarishni qanchalik muhimligini
tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Nima uchun bu kerakligini tushundingiz deb o'ylayman. Va yana bitta muhim narsa, siz strategiyani o'zgartirishga harakat qilmang. Mana bunaqa yolg'on signallar, qopqonlar bozorda uchrab turadi va busiz busiz mana yolg'on signallarsiz, qopqonlarsiz bozor ishlamaydi. Bu ajralmas bir qismi. Shuning uchun strategiyangizni o'zgartirishga emas, riskni boshqarishga harakat qiling. Ya'ni o'z mablag'ingizni boshqarishga harakat qiling. Shundagina siz mana bunaqa ya'ni hozir ko'rsatganimday yolg'on signal, qopqonlarda siz pullaringizni yo'qotmaysiz, sliv qilmaysiz. Albatta qisqa kamgina biz yo'qotish bo'ladi va bu belgilangan yo'qotish bo'lishi kerak. Barcha pulni yo'qotish bo'lishi kerak emas. Va bu to'g'ri hisoblanadi. Hamma barcha hozirda ham, kelajakda ham, oldin ham bo'lgan yaxshi ishlaydigan muvaffaqiyatli treyderlar ham bunaqa zararlarga uchrab turadi. Lekin ular oldindan qancha zarar qilishini yuqorida aytganimday hisoblab bitim ochgan bo'ladi. Va ular biladi yolg'on signallar, shunaqa qopqonlar borligini. Shuning uchun ham ular risk menejmentiga amal qiladi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Savollar bo'lsa yozib qoldiring. Keyingi videoda javob berishga harakat qilaman.